Oson usulda Napoleon qilamiz. Retsept juda ham oddiy. 250 gram muzdek margarinni qirg'ichdan chiqarib olamiz. 500 gram un solib, mayin kroshka qilib olamiz. Sizlar Napoleonda eng muhim qoida umuman xamirni mushlamaslik, g'ijimlamaslik kerak. Tayyor bo'lgan kroshkamiz ustidan 1 stakan muzdek suvga bitta tuxum, 9% lik 1 choy qoshiqda uksus aralashtirib xamir tayyorlaymiz. Xamirni o'rtaga uyib, umuman mushlamasdan xamir qoramiz. Tayyor xamirlarimizni 8 bo'lakka bo'lib, 2 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Qo'rqmasdan unlab yoyamiz. Xamirlarni yupqa qilib yoyib, listimizni orqa qismiga qo'yib pishirib olamiz. Chetlarini ortiqchasini kesib olamiz. Mana shunaqa g'ovay bo'lib ishib chiqsa, eng ideal xamir shunaqa bo'ladi. Sifatli bo'lgan 200 gram saryog'ni 300 gram moloko bilan mikser qilib olamiz. Korj, krem shu ketma-ketlikda shirinligimizni yig'ib olamiz. Oxirida patnis bilan bosib, shirinligimizni tayyor qilib olamiz. Shunaqa qumur bo'lib chiqadigan Napoleonimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.